Assalomu alaykum. Hozir siz bilan aynan ota qanotni ishga tushiramiz. Va siz o'zingizni shaxsiy qanotingizni bilmoqchi bo'lsangiz, albatta murojaat qiling, o'z sanangizda qoldiring, tug'ilgan kun, oy va yil kerak bo'ladi. Endi qarangki, bu inson 14-sanada 11-oyda va 1972-yilda tug'ilgan va uning ota qanotidagi energetikalarni sizga tanishtiraman. Har bir inson minusda qabul qiladi va plyusga aylantiradi. Bu sizni darsingiz. Chunki biz bilmaymiz, lekin biz bilganimizda uni qabul qilgan bo'lamiz. Va qabul qilgandan so'ng tanlov qilamiz. Biz harakatdamizmi yoki yo'q. 7 energetikasini qabul qilinmagan holatini aytaman. Ya'ni biz otadan nima olgan? Boshida masalan, ko'p o'ylaydi bu inson minus holatida, qarorni kech qabul qiladi. His qiladi, lekin harakat qilmaydi. Men bilaman deydi, lekin umuman o'zgarishi yo'q. Bu mana shu holatda yashaydi minusda. Endi uni obrazi qanday bo'ladi bu ayolni? Ichidan kuchli, lekin hayotda turib qolgan obraz. Endi qarang, agarda 7 energetikasini tanisa, bilsa, aktivlashtirsa, aniqlik paydo bo'ladi bunda, tez qaror qabul qiladi, reallikni ko'radi va qanday obrazga o'tadi bilasizmi? O'zini tanlaydigan, aniq biladigan va ichidan kuchli ayolga aylanadi. Endi qarang, 19-energetika bu aynan sizga qanday turmush o'rtoq tortiladi. Minusda yorug', ko'rkam erkak va lekin dramali. Kuchli erkak tortiladi va quyoshdek yorqin erkak, lekin siz soyasida qolasiz. Bu yerda xarizma bo'ladi bu erkakda, sizga esa bu baribir og'riq beradi. Shunday ssenariy bo'ladi. Endi qarangki, sizda obrazingiz qanday bo'ladi? Kuchli bo'ladi, lekin noto'g'ri tanlov qiladigan ayol bo'lasiz. Plyus holatida siz 19 energetikasini bilganingizda va uni aktivlashtirganingizda siz yorug' bo'lasiz, o'zingiz sog'lom lider bo'lasiz, barqaror erkakni tanlaysiz, qarorli erkakni va qanday obrazda bo'lasiz? Qadrli, nurli, o'zini yo'qotmagan ayol obrazida bo'lasiz. Ana endi 12 bu aynan minusda qanday bo'ladi? Kuttiradi, sabr qiladi, o'zini kechiktiradi. Bu nima degani? Doimo sabr qilib, chidab yashaydigan ssenariy. Bu